AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushi shanba kuni boshlangan edi. Shu vaqtgacha Donald Trampning ilk soatlardagi murojaati ushbu harbiy amaliyotning maqsadlari va istiqbollari bo'yicha asosiy bayonot bo'lib qolayotgan edi. Dushanba kuniga kelib Amerika Qo'shma Shtatlari rahbariyatining bir necha vakillari, shuningdek, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu matbuot anjumanlari o'tkazdi, intervyular berdi va jurnalistlarning savollariga javob qaytardi. Quyida ular urushning keyingi rivoji va uning maqsadlari, shuningdek, urush nega aynan hozir boshlangani yuzasidan nimalar degani haqida gaplashamiz. Dushanba kuni Donald Trump jurnalistlarga Erondagi urush 4-5 hafta davom etishini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh avvaliga Eron harbiy rahbariyatini yo'q qilishning o'ziga 4 hafta ketishini mo'ljallagan edi, ammo biz grafikdan o'zib ketdik, dedi Donald Trump. Shu bilan birga u AQSh zarurat bo'lsa, bundan ham uzoqroq vaqt jang qilishga tayyorligini qo'shimcha qilgan. AQSh davlat kotibi Marko Rubio esa urushning davomiyligi bo'yicha prognoz berishga shoshilmadi. Bizda maqsadlar bor. Bu maqsadlarga erishish uchun qancha vaqt talab etilsa, buni shuncha vaqt davom ettiramiz, dedi Marko Rubio. U taktik harakatlar bo'yicha tafsilotlarni ochiqlamoqchi emasligi, ammo Amerika harbiylarining eng og'ir zarbalari hali oldinda ekanini ta'kidlagan. Keyingi bosqich Eron uchun hozirgidan ham og'irroq bo'ladi, deya qo'shimcha qildi Rubio. Trump ham CNN uchun bergan intervyusida shu ma'noda gapirgan. Biz hali ularga jiddiy zarba berishni boshlaganimiz ham yo'q. Katta to'lqin hali boshlangani yo'q. Katta to'lqin endi kelmoqda, dedi u. AQSh mudofaa vaziri Pete Hegseth esa Erondagi urush abadiy davom etmasligini va'da qilgan. U ham Rubio kabi prognoz berishni xohlamagan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu ham Fox News'ga bergan intervyusida shunday formulirovkadan foydalandi. Tugamaydigan urush bo'lmaydi, degan u. Hozircha AQSh va Isroilning harakatlari havo zarbalari bilan cheklanmoqda. Shu bilan birga kelgusida Eronda quruqlik amaliyoti o'tkazilishi ehtimoli ham muhokama qilinmoqda. Pete Hegseth hozirda Eronda Amerika qo'shinlari yo'qligi, ammo Amerika kelajakda nima qilish yoki qilmasligi haqida gapirmasligini qayd etgan. Trump New York Post uchun intervyusida amaliyotga quruqlik qo'shinlarini ham jalb etmaslikka va'da bera olmasligini bildirgan. Rubio esa AQSh harbiy kampaniya maqsadlariga quruqlik amaliyotisiz erishishni mo'ljallayotganini aytdi. Trump shanba kungi murojaatida Eron yadroviy dasturini yo'q qilishni asosiy maqsad sifatida keltirgandi. Bu juda oddiy xabar. Ularda hech qachon yadro quroli bo'lmaydi, degan u. Donald Trump rejim almashishi masalasini ham tilga olgan. U Islom inqilobi muhofizlari korpusini qurollarni tashlashga, Eron xalqini esa Amerika o'z ishini tugatganidan keyin hokimiyatni qo'lga olishga chaqirgan edi. U dushanba kungi matbuot anjumani vaqtida Eronning raketa salohiyatini yakson etish, Eron flotini yakson etish, Eronga yadro quroliga ega bo'lishga yo'l qo'ymaslik va Eronga boshqa mamlakatlardagi armiyalarni moliyalashtirish hamda qurollantirishga yo'l qo'ymaslikni urushning maqsadlari sifatida sanab o'tdi. Donald Trump ma'muriyati vakillari esa rejim almashishi borasida ancha mulohazakorlik bilan gapirgan. Eron xalqi hukumatni ag'darib, mamlakatning yangi kelajagini qurishi mumkinligiga umid qilamiz. Biz bundan juda xursand bo'lgan bo'lardik, dedi Marko Rubio. Ammo bu urushning asosiy maqsadi emasligini qo'shimcha qilgan. Amaliyotdan maqsad ularning raketa va harbiy dengiz kuchlari salohiyatini yo'q qilish, degan davlat departamenti rahbari. Pete Hegseth ham uning bu boradagi fikriga qo'shiladi. Bu rejimni o'zgartirish uchun olib borilayotgan urush emas, degan u. Erondagi urushning aniq maqsadlari haqida gapirar ekan, Washingtondagilar Amerika Qo'shma Shtatlari harbiylari jalb qilingan Afg'oniston va Iroqdagi mojarolar bilan farqlarni ta'kidlashga harakat qilmoqda. Donald Trump hech qachon oxiri ko'rinmaydigan va aniq maqsadlarsiz ko'p yillik mojaroga aralashishiga yo'l qo'ymaydi, dedi vitse-prezident JD Vance Fox News telekanaliga bergan intervyusida. Eron bo'ylab zarbalar Jenevada Umon sultonligi vositachiligida bo'lib o'tgan muzokaralarning 3-raundi ortidan berildi. Trump shanba kungi murojaatida
bu muzokaralarga to'xtalmagan edi. AQSh prezidenti maxsus vakili Jenevadagi asosiy muzokarachilardan biri bo'lgan Steve Witkoff Fox News'ga bergan intervyusida ikkinchi raunddan keyin kelishuvga erishib bo'lmasligi ayon bo'lganini gapirgan. AQSh davlat kotibi Marko Rubio esa Isroil baribir hujum qilishga ahd qilgani va AQSh bunga qo'shilishiga to'g'ri kelganini aytgan. Birinchidan, Eronga kim hujum qilsa ham, ular bunga javoban zarba berishlari va bu javob AQShga qarshi qaratilishi aniq edi. Biz Isroil harakat qilishini bilardik. Buning ortidan Amerika kuchlariga hujum bo'lishini bilardik. Va agar ogohlantiruvchi zarba bermasak, ko'proq yo'qotishlarga duch kelishimizni bilardik, degan u. Shu bilan birga Netanyahu Isroil AQShni urushga tortgani haqidagi taxminni bema'ni deb atadi. Tramp o'zi to'g'ri deb bilgan ishni qildi. Bu esa to'g'ri, degan Isroil bosh vaziri. Netanyahu aynan hozir harakat qilish kerak bo'lganini, chunki Eron bir necha oy ichida o'zining ballistik raketalar dasturi va atom bombasini hujumlar daxli yetkaza olmaydigan darajada rivojlantirishi mumkin bo'lganini qayd etgan. Donald Tramp ham dushanba kungi nutqida urushning boshlanishini Eronning yadro qurolini ishlab chiqarish bo'yicha harakatlarini to'xtatish zarurati bilan izohlagan. Uning so'zlariga ko'ra, Eron Oq uyning yadroviy dasturini tiklashga yo'l qo'yib bo'lmasligi haqidagi ogohlantirishlarni e'tiborsiz qoldirgan. Donald Trampning ta'kidlashicha, Erondagi rejim allaqachon Yevropa va Amerika bazalariga yetib bora oladigan raketalarni ishlab chiqqan. Tez orada AQShdagi nishonlarni ham ura oladigan raketalar tayyor bo'lishi mumkin edi. Reuters agentligi yozishicha, prezidentning da'volari bo'rttirilgan va Amerika razvedkasi ma'lumotlariga zid keladi. Agentlik manbalari oldinroq maxsus xizmatlar baholariga ko'ra, Eron qit'alararo harakatlanuvchi ballistik raketalarga faqat 2035-yilga borib ega bo'lishi mumkinligini xabar qilgan edi.